O'ylab baqing. Jahiliyat davrida mushriklar tarafidan qurilgan bir uyushmaga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom islom kelgandan keyin agar shundaq bir uyushmaga chaqirilsam, albatta ovoz qo'shatdim, qatnashatdim deganligi adolatni yaqinlaydigan har qanday bir uyushma, harakat, jamiyat kim tarafidan, hatto kofir tarafidan qurilsin. Oyan kishi to'y qilishdan burun qandaq isin zodi bo'lib ketsin yoki qandaq cho'ng oilaning qizi bo'lib ketsin, to'y qilgandan keyin u yo'ldoshiga tabi. Yo'ldishini kamsitdi, yo'ldishini tushirdi deganlik, o'zini tushirdi deganlik. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalam 4 yoshga to'shqicha sut onasi Halimaning yanında qolib qoladi. 5 yosh kirgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ajoyib bir hodisa yuz beradi. Bu bo'lsa-mu bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalam do'stlari va imildosh bir tuqqanlar bilan o'ynayotgan vaqtida bir odam ularning yoniga kelib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni tutib yaga yatqizadi. Do'stlari va imildosh bir tuqqanlari qo'rqib qochib ketadi. Bu odam payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni yaga yatqizgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ko'kragini yerib, yuragini sirtqa elib, yurkidan bir kallak laxtiqanni elib tashlab o'tadi. Va mana bu sendeki şeytanның nesibisi deydi. Bu ahvalni Iroqdan ko'rib turgan do'stlari va imildosh bir tuqqanlari yugurib berib Halima va uning yo'ldoshiga aytadi. Halima va uning yo'ldoshi uchqandek payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yoniga keladi. Qarg'udak bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning chiroyi sarg'aygan va hushsiz holatda yotadi. Bu hodisadan keyin Halima agar Muhammadga bir ish bo'lib qolsa, men onasiga javob bermay qolmay deb payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni onasiga topshirib beradi. Bu hodisa ko'krak yelish hodisasi deb butun tarixiy manbalarda yo'llar bilan naql qilinadi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom heliq odamning Jibril alayhissalom ekanligi, uning odam surati kelganligini aytadi. Olimlar bu hodisaning hikmati haqida bir qancha xil qarashlarni o'tirib qo'ygan bo'lib, bu qarashlarning qatoridan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qalbidan ilib tashlab o'tilgan shaytonning nasibisi bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom butun jahon ahliga rahmat qilib avatilgan payg'ambar. Shuning uchun bu jahon ahlining qatoridan bo'lgan shaytonlarmi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qalbidagi rahmatdan nasibisi bor. Shuning uchun Alloh taolo Jibril alayhissalomni avatish orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhissalamning qalbidagi rahmatdan shaytonning nasibasini ilib tashlab o'tgan deb qaraydi. Yana bir qism olimlar Jibril alayhissalam payg'ambarimizning qalbidagi shayton ozdiradigan, ya'ni shaytonning vasvasasi tushadigan u o'rinni ilib o'tgan deb qaraydi. Lekin qandaqla bo'lsin, bu ko'krak yelish hodisasi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalamning hayotida yuz bergan amaliy haqiqiy hodisa. Uning aniq hikmatini faqat Alloh bilguchidir. Shunday qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalam 5 yosh 1 oylik bo'lgan vaqtida o'z onasi Ominaning qo'liga qaytib keladi. Omina fursat bo'lsa Madinaga berib, vafot topgan yo'ldoshi Abdullahning qabrisini ziyorat qilib turadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qo'liga qaytib kelgandan keyin payg'ambarimizni o'zi bilan birga elib, Madinaga berib, Madinadagi tuqqanlarni yo'qlagach, dadasining qabrisini ziyorat qilishni niyat qilib yo'lga chiqadi. Amin bilan birga dediki Ummu Ayman va qiyin otasi Abdul Muttallibmi uningga hamroh bo'lib birga yo'lga chiqadi. Amina Madinaga berib, yo'ldoshi Abdullahning qabrisini payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan birga ziyorat qiladi va Madinada tuqqanlarni yo'qlagach bir oy turib qoladi. Amina Makkaga qaytish uchun tayyorlik qilayotgan vaqtida uning ushtumtut bir kasal tegdi. Shundaqdimi Amina safarini davom qilib yo'lga chiqadi. Ammo yo'l ustida Makka bilan Madinaning oraliqidagi Abwa degan joyga kelgan vaqtida Aminning kasali ig'rilishib jon uzildi. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 6 yoshida onasidan ayrilib qor yetim bo'lib qoladi. Abdul Muttallib dadasining yuzini ko'rolmagan nervisining hamdilikda onasidan ayrilganligiga qarab, uningga bo'lgan hissdoshligi va shafqati hassalab oshdi. Abdul Muttallib kelini Aminani Abwaga dafn qilgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni Makkaga elib keladi va uningga ballarning hech qaysi ko'rsatmagan mehr shafqat va go'zal muomalani ko'rsatdi. Hatto Abdul Muttallib uchun Kabening tuvida uningga maxsus solingan ko'pi bor edi. U ko'pida Abdul Muttallibdan boshqa hech kim o'ltirmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Abdul Muttallibning atrofida o'ynaqishib yurib, Abdul Muttallibdan burun u ko'piga chiqib o'ltirib oladi. Tag'ilari payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni ko'pidan tushib o'tmoqchi bo'lgan vaqtida Abdul Muttallib bu balamni men bilan o'ltirg'ili qo'yinglar deb payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning beshini silab uni hitlab suyatdi va bu Muhammadni keyincha chuqur bir cho'ng ish bo'ladi deydi. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kuyimchan bovasining himoyasida nihoyat erkin va erki cho'ng bo'ladi. Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 8 yoshga kirgan vaqtida bu kuyimchan bovasidan ayriladi. Ya'ni Abdul Muttallib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 8 yoshga kirgan vaqtida 98 yoshida bu dunyodan qo'shilishadi. Va shundaqla jon o'zish oldida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni payg'ambarimizning dadasi Abdullohning qon qarindoshi bo'lgan Abu Talibga vasiyat qiladi.
Allah Taala Peyğəmbərimiz Mуһәммәд əleyhissalamni kuyumchan boğusundan ayırgan bolsa-mı, vafadar və fidakar tağısı Abu Talibdən ayırmagan idi. Peyğəmbərimiz Mуһәmмәd əleyhissalamның ata-anasından kiçik holatda yetim qilib, yetim holatda o'sib cho'ng bo'lishi hargizmi tasaddi biliq emas. Bu Allah Taala tarafidan Peyğəmbərimiz Mуһәmмәd əleyhissalamның haqiqiy payg'ambar ekanligini isbotlaydigan mo'jiza va aqliy dalil. Ya'ni Peyğəmbərimiz Mуһәmмəd əleyhissalamdagi axloq, fazilat, donolik, aql, farosat va barliq ortiqchiliklar va shundaqla Peyğəmbərimiz Mуһәmмəd əleyhissalam ilib kelgan islom dinining uning ota-onasi yoki bo'g'isi yoki tag'isidan kelgan emas, balki Allah Taala tarafidan bevosita kelgan ilohiy vahiy ekanligini bildirish uchun bo'lgan. Chunki bir odam adab, axloqni, tarbiyani va qobiliyatni ota-onasidan yoki yashagan jamiyatidan yoki o'qigan maktabidan oladi. Peyğəmbərimiz Mуһәmмəd əleyhissalamda bu üç məktəbnin heç qaysı yox. Yəni ki, Peyğəmbər əleyhissalamni bo'g'isidan keyin himayəsi qilgan Abu Talibning Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalamga hayotining oxirigacha iymon etmasligi Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalam ilib kelgan islom, yuksak axloq, fazilat va ta'limotlarni tag'isidanmi o'rganmaganligini ko'rsatdi. Abu Talib Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalamga ballarning hech qaysini ko'rsatmagan go'zal muomala va kuyinish va shafqat beradi. Hatto Abu Talib Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalam 12 yoshga kirgan vaqtida Shamga tijoratga chiqmoqchi bo'lib, Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalamdan ayrılğısı kelmay, onu Shamga birga elib oladi. Abu Talib Peyğəmbərimiz bilan birga Sham tavalikidagi Busra degan joydagi bir cherkovda yolg'iz ibodat qilayotgan Buhayra ismli bir xristian bilan uchrashib qoladi. Buhayra ismli xristian Abu Talib va Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalamni qizg'in qarshilab kutib oladi, ularga tamoq beradi. Bu jarayonda Buhayra o'zining kitoblarida bishorat berilgan oxirgi payg'ambarning ba'zi sifatlarini Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalamda ko'radi va Abu Talibga bu balangni Shamga bilan apamag'in, agar bu alomatlarni u yerdagi yahudiylar ko'rsa, buning ziyonkashlik qilib qolishi mumkin deydi. Abu Talib Buhayraning tavsiyasi bo'yicha Shakir bilan birga Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalamni Makkaga qaytarib o'tadi. Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalamning balalik vaqti boshqa balalarga o'xshash qo'y beqish bilan o'tadi. Ammo Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalam boshqalarda bo'lmagan bir xil axloq bilan boshqa balalardan farqlanib cho'ng bo'ladi. U bo'lsa-mu Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalamning rostchilligi, ya'ni yolg'on so'zlamasligi. Shuning uchun kishilar Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalamning ismining keyniga ishonchlik degan ma'noni bildiradigan amin degan so'zni qo'shib Mуһەmмəd amin deb ataydi. Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalam 15 yoshga kirgan vaqtida Makkadagi Quraysh qabilasi va Kanana qabilasi bilan Qays qabilasi o'rtasida qonliq urush yuz beradi. Bu urushga Quraysh qabilasining hamma jamoatlari qatnashadi. Shuning qatorida Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalamning tog'alari va Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalam qatnashadi. Bu urushda Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalam tog'alariga o'qiya sunib beradi. Lekin bu urush harom qilingan hurmatli oyda bo'lg'achqa, shundaqla Kabening hurmati dafsanda qilingancha Fijarlar uruşi, ya'ni gunohkarlar urushi deb ataladi. Shundaqla arablar bu urushdan keyin bu urushni qilganligiga nihoyat pushaymon qilishadi. Makkadagi qabila va aymoqlar bundan keyin urushmaslik va tinchlikni amalga oshirish uchun Makkadagi boy savdogar Ibn Jad'onning ziyofat berishi bilan uning hovlisiga to'plashib bir tinchlik kelishimi imzolaydi. Bu kelishimning moddalari tuandikicha. Birinchidan, Makkada har qanday bir odam, mayli qaysi qabiladan, qaysi jamoatdan, hatto Makkaning sirtidan kelgan bo'lsin, uvalchilikqa uchrasa, birlikda u odamning haqqini elib berish. Ikkinchidan, qanday bir shaxs yoki qabila boshqa bir shaxs yoki qabilaga zo'migarlik qilsa, bu uyushma a'zolarining hammasi birlikda u shaxs yoki qabilaga qarshi birlikda qarshi turish. Uchinchisi, Kabe'ga yomonlikni maqsad qilgan har qanday bir kishiga birlikda qarshi turish. To'rtinchisi, bu kelishimga dengizning suvi singib ketganga, Hiro tog'lari yo'qolib ketgan qadar amal qilish. Bu kelishim arablar tarixidagi qabilavozlik va tarabbozlikqa qarshi adolatni yoqlagan, inson haq huquqi mudofaa qilingan tunji kelishim hisoblanadi. Bu kelishimning ismi Hilful Fudul, xəyriyyət uyushmisi deb ataladi. Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalam tağılar bilan birlikdə bu uyushmaga qatnashgan va bu uyushmada eng yaqin do'sti bo'lgan Hazrat Abu Bakr Siddiq bilan tunishgan. Ularning do'stligi mushu uyushmadan boshlanadi. Bu uyushmadan keyin Makkada xil uzoqcha tinchlik amalga oshadi. Lekin bu uyushmada yangidan a'zo qabul qilmaslik sharti bo'lg'achqa, doimiy rasmiy a'zolari vafot tepib, bu kelishim amaldan qoladi. Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalam islom kelgandan keyin bu kelishimni tilga olib, men Ibn Jad'onning hovlisida bir kelishimga qatnashgan, ya'ni bir uyushmaga qatnashgan edim. U uyushma menga qizil tugudimi suyumlik ko'rinadi deydi. Qizil tuga Peyğəmbərimiz davridagi eng suyumlik, eng qimmatli narsa bo'lib, kishilar uningga nihoyat tez erishadi. Shunga ba'zi qimmatli narsalarni sifatlash uchun u narsa menga qizil tugudimi suyumlik deb sifatlaydi. O'ylab baqing. Jahiliyat davrida mushriklar tarafidan qurilgan bir uyushmaga Peyğəmbərimiz Mуһəmмəd əleyhissalam islom kelgandan keyin agar shundaq bir uyushmaga chaqirilsam, albatta ovoz qo'shatdim, qatnashatdim deganligi adolatni yoqlaydigan har qanday bir uyushma, harakat, jamiyat kim tarafidan, hatto kofir tarafidan qurilsin, agar
haqiqiy adolatni yaqlaydigan bo'lsa, uning musulmonning qatnashishining kerak ekanligini ko'rsatdi. Chunki adolat nada bo'lsa, islom shu yerda. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom rasul bo'lish bilan birga atrofidagi kishilar cho'qinayotgan butlarga cho'qinmaydi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qalbida bu ishlardan rozi emas edi. Ammo to'g'ri yo'lning qaysi ekanligini bilmaydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Kur'an'a yetkendiğin keyin ticaret bilan shug'ullanib atrofdagi shaharlarga mal olib sotadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ishonchlik bo'lganligi uchun tijoratchilar mollarini payg'ambarimizga berishga talashadi. Makkadagi 100 obro'yli boy savdogar ayol Xadicha payg'ambarimiz Muhammed aleyhisselamning rasulligini anglab, uningga boshqalarga bergandan ko'proq pul berib, mollarini Shamga olib setishni talab qiladi. Payg'ambarimiz Muhammed aleyhisselam uning talabini qabul qiladi. Shunday qilib payg'ambarimiz Muhammed aleyhisselam Xadichaning mollarini tayyorlab Shamga yo'lga chiqadi. Xadicha Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a çakiri Meysera'ni qo'shib qo'ydi va Meyseraga sen bu safar jarayonida Muhammadga diqqat qilib uni kuzatgin va safardan qaytib kelgandan keyin Muhammadning zoti qandoq odam ekanligini menga aytib bergin deydi. Ya'ni Xadicha Meyserani Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning kuzatadigan xuddi kameraga o'xshash qo'ydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Xadichaning mollarini Shamga saq salomat olib uni sotdi va nurg'un foyda bilan qaytib keldi. Xadicha mollarining ilgari qatim qaraganda nihoyat ko'p pulga yaralganligini ko'rib nihoyat xursand bo'ldi va Meyseradan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hakkında soraydı. Meysera Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hakkında görgen ahlak, fazilet, ali cenab ve başka artıkçılıklarının hemmini bir sözlep verildi. Xadicha Meysera'dan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamның sübtini ve ahlakını anlagandan keyin neçe yıllardan beri izlegen adamını tapqandak bo'ladi. Çünkü Xadicha naat 100 obro'yluq ve boy ayol bo'lib, uningga Makkaning ko'tboshlardan Abu Jahil ve uning o'xshash mo'tvar kishilar to'y qilish taklifini o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, u rad qilib kelgan edi. Chunki u mol dunyosini ko'zlamaydigan samimiy bir odam izlaydi. Xadicha payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni qo'ldan bermaslik uchun darhol do'sti Nafisaning qishig'iga berib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga taksu borligini aytadi. Nafisa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishig'iga kelib, payg'ambarimizga Xadichani soil qiladi va Xadichaning pozitsiyasini bildiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Nafisaning gapiga ijobiy pozitsiya bildirgandan keyin buni tag'asiga aytdi. Payg'ambarimizning tag'ilari maslahatlashgandan keyin Abu Talib Xadichaning tag'asining uyiga berib, payg'ambarimiz uchun Xadichani so'raydi. Xadichaning tag'asi Xadichaning roziligini olgandan keyin bu to'yga qo'shiladi. Shunday qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 25 yoshida, Xadicha 40 yoshida bular to'y qiladi. Bu to'yga Qurayshlarning ichidagi hamma jamoatlar qatnashgan bo'lib, Makkadagi nihoyat cho'ng to'y bo'ladi. Chunki Xadicha Makkadagi nihoyat 100 obro'yli Xuvaylidning qizi edi. Shundaqla Xuvaylidning Xadichaga nihoyat ko'p mol miras qolgan bo'lib, Xadicha bu mollarni tijorat qilish orqali ko'paytgan. Tijorat karvonidagi butun Qurayshlarning mali bilan yolg'iz Xadichaning mali teng chiqadi. Shunday qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrati Xadicha bilan bir uyga kirdi. Lekin Abu Talib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan andish qilishga boshlaydi. Bu isilzoda ayol "Jan o'g'limning holidan yaxshi xabar olganmidi yoki jamiyatdagi o'rni iqtisodiy tufayli jan o'g'limga besim elib kelganmidi?" deb nihoyat andishiga tushdi. Oxiri bo'lolmay chakirni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning uyiga avatib, "Sen berib Muhammadning uyida bir kun tug'in, Xadichaning Muhammadga qanday muomala qilganligiga diqqat qilgin va uni menga yetkazgin" deydi. Xizmatkor Abu Talibning degani bo'yicha payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning uyiga berib eshikni chekadi. Qarg'udak bo'lsa eshikni Xadicha ochadi. Xizmatchi bundan hayron qoladi. Chunki Xadichaning 3-4 xizmatkorlari bo'lib, odatda eshikni xizmatchilar ochadi. Xizmatchi uyga kirib Abu Talib degandek Xadichaning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qilgan muomalasini, pozitsiyasini ko'zladi va hayron qoladi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir ishga tamshalsa, Xadicha uni darhol payg'ambarimizning qashiga hozir qilib bo'ladi. Xizmatchi Muhammad alayhissalom uyida bir kun turgandan keyin Abu Talibning yana qaytib boradi va Abu Talibga "Men Makkada Muhammadning uyidek illiq va Muhammadning ayoli Xadichadek eriga itoat qilgan ayolni ko'rmadim" deydi. Abu Talib bu xabarni anglab ko'ngli joyiga tushadi. Hazrati Xadicha jamiyatdagi o'rni va boylik tufayli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga besim akilish emas, mollardan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga o'tni qilib berish orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni mustaqil tijorat qilish yo'liga boshlaydi. Shunday qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zi mustaqil tijorat qilib ahvoli xilli yaxshilanadi. Tag'isi Abu Talibning bolalarına aytib ko'p qiyinchiligi bor edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tag'isi Abu Talibga yordam qiladi va uning bolalaridan Alini o'zining uyiga akilib oladi. Shunday qilib Hazrati Ali kichik vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning uyiga keladi. Bu hadisdan bugun kunimizga bir nazar solib qolgan bo'lsak, ba'zi ayollar o'zining oilasining jamiyatdagi o'rni yoki iqtisodiy o'rni tufayli eriga, ya'ni yo'ldoshiga nihoyat ig'ir besimlarni olib kelmoqda. Hatto ba'zi ayollar o'zining oilasining o'rni tufayli erini kamsitadigan, ko'zga ilmaydigan bunday ahvollar bo'lmoqda. Ayol kishi to'y qilishdan burun qandoq esin zodi bo'lib ketsin yoki qandoq cho'ng oilaning qizi bo'lib ketsin, to'y qilgandan keyin u yo'ldoshiga tava. Yo'ldoshini kamsitdi, yo'ldoshini tushirdi deganlik, o'zini tushirdi deganlik.
Yo'ldoshiga besimib keldi deganlik, o'ziga besimib keldi deganlik. Aqlli, farosatli ayol hargizmi unda qilmaydi. Aksicha, eri jafoliq ishlab kelsa, erining peshonasidagi ta'ni aytib, erining yendi turadi. Mana bu Hazrat Xadijadagi fazilat va oliy janobliq va aql farosat. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Xadija bilan nihoyat inoq o'tadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 27 yoshga kirganda, ya'ni to'y qilib 2 yildan keyin cho'ng o'g'li Qosim dunyoga keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu o'g'ilning ismi bilan kunyatlanib Abul Qosim, ya'ni Qosimning dadasi deb ataladi. Qosimning dunyoga kelishi bilan bu baxtli oila texmi boyashatga cho'madi. Ammo Qosim 2 yoshga kirmayla vafot topadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va Hazrat Xadija nihoyat qayg'uradi. Qosim vafot topgandan keyin uzun o'tmay, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 30 yoshga kirgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tunji cho'ng qizi Zaynab dunyoga keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yana tijoratini davom qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 33 yoshga kirgan vaqtida ikkinchi qizi Ruqoya dunyoga keladi. 1 yil o'tgandan keyin, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 34 yoshga kirgan vaqtida uchinchi qizi Ummu Kulsum dunyoga keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kishilik munosabatga nihoyat mohir, ham kishilar bilan quyuq olishadigan kishi edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 35 yoshga kirgan vaqtida Qurayshlar Ka'bani yangilab qaytadan salmoqchi bo'ladi. Chunki Ka'ba Ibrohim alayhissalomning qog'ini bo'yicha usti yepilmagan, egizligi 9 gaz, taxminan 5 metr egizlikda edi. Shundaqla ko'p qatim kelkun kelish sababli sular Ka'baning atrofiga to'plashib, Ka'baning tomlari chek ketgan edi. Ka'ba arablarning va Ibrohim alayhissalomga ergashadigan kishilarning nazarida hurmatlik va muqaddas bo'lganligi uchun Ka'bani remonat qilishga jazona va fohish yo'llaridan kelgan pullarni ishlatmaslik sharti bilan pul to'plashga kirishadi. Qurayshlarning cho'ng kichiklari bu sharafli xizmatga aktiv qatnashadi. Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Ka'baning qurishiga bevosita qatnashib tosh tushib beradi. Ka'baning temi qo'pirilib, Hajarul Aswadni quydigan yerga kelgan vaqtida Qurayshning cho'nglari Hajarul Aswadni kimning quydiganligi haqida da'talashga tushib qoladi. Bu da'talash 3-4 kun davomlashib, Ka'baning qurishi to'xtab ketadi. Hatto bu da'talash avjiga chiqib, jamiyatlar, oymoqlar birsi-birisidan urushib ketganlar tas qoladi. Mushundaq paytda Mahzum jamiyatidan Abu Umayya ibn Mughira ismli bir odam bu ishni mundaq hal qilayli. Bugun haramga kim baldur kirsa, shu odam bu ishni hal qilsin, biz shuning hal qilishiga bo'ysunayli deydi. Hamma odam bu odamning fikriga qo'shiladi. Ular haramga kimning kiradiganligini kutadi. Shu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom haramga kiradi. Kishilar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni ko'rib, Muhammad ishonchlik, u hech kimga yon bosmaydi, uning hal qilishiga, uning o'rinlashtirishiga bo'ysunamiz deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularning qarshiga kelib, ahvolni uqqandan keyin cho'ng yaktakdan birini yerga soladi. Ondan keyin Hajarul Aswadni o'z qo'li bilan yaktakning o'ttirisiga qo'yib, har qaysi jamiyat va oymoqning boshliqlarini yaktakni tang ko'tarishga buyruq qiladi va uni Ka'baning qishidagi Hajarul Aswadni quydigan yerga opirishga buyruq qiladi. Ular yaktakning hamma taraflarini tang tutib, Hajarul Aswadni Ka'baning qishiga akiladi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hajarul Aswadni o'z qo'li bilan elib Ka'baning burjigidagi o'z o'rniga qo'yadi. Shunday qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Qurayshni cho'ng bir urushdan saqlab qoladi. Bu xayrli kunda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning 4-qizi Fatima dunyoga keladi. Ka'bani bino qilishga haloldan to'plagan pullar yetishmay, Ka'baning shimol tarafidan 7 gaz, ya'ni tomning sirtida qoldirib qo'yishga majbur bo'ladi. Bu ya hatim deb ataladi. Makkadagi Qurayshlar shuncha boy turib, Ka'bani silishga haloldan pullarning yetishmasligi, ularning savdolariga jazoni va haromning naqadar ko'p aralashib ketganligi va u davrdagi kishilarning jazoni qilmaydiganlarining yo'q deyarli ekanligini ko'rsatib beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 37 yoshga kirguncha odatdagi normal insonlardek yashaydi. Ammo 37 yoshga kirgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomda o'zgarish paydo bo'ladi. U bo'lsa-mu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom atrofidagi kishilarning butlarga bosh qo'yishi va ba'zi xurofat ishlari payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni saskindiradigan, shu sababli ulardan ayrilib yolg'iz yashashga keladigan bo'lib qoladi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yolg'izlikni xalab qoladi. Aslida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kishilar bilan quyuq qolishadigan ijtimoiy bir inson. O'zligi bu o'zgarishdan o'zim hayron qoladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ziga Allohdan vahiy keldiganligi va o'zining payg'ambar bo'lganligini o'zimi bilmaydi. Shu sababli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom jamiyatidan ayrilishga boshlaydi va Makkadan 5-6 kilometr narisidagi Nur tog'ining ustiga chiqib, shu yerning ichidagi bir o'ngkurning ichida yolg'iz tafakkur qiladi. Koinot haqida va yaratquchi haqida, Ka'ba haqida, kishilar ibodat qilayotgan butlar haqida o'yinib tafakkur qiladi. Hatto Ramazon oylari yemak-ichmaklarini elib, shu o'ngkurning ichidan bir oy chiqmay ibodat qiladi. Mushunda holat 2,5 yil davomlashadi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 39-20 yoshga kirguncha mushundaq jamiyatdan ayrilib yolg'iz tafakkur qilishdan o'tadi. Ammo 39-20 yoshga, ya'ni 40 yoshga kiraydigan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomda ajoyib bir o'zgarishlar paydo bo'ladi. Buning tafsilotlariga qiziqsanglar, diqqatinglar kelar-kelarsizlar bo'lsin. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül
gül Ahmedim, canda canan Muhammedim. Kurban bolsun canım tinim, yollarınga gül Ahmedim.